Любой. Hop, bugungi darsimizni inshaalloh mana boshladik. Bugungi birinchi praktika darsimiz va biz bu darsda sizlar bilan foydali bo'ladigan yaxshiroq narsa o'rganamiz. Hop. Yaxshi eshitilyapti. Shunda xudo xohlasa bizni darsimizni kuzatyapti. Abror aka. Eshityapsizmi akajon? Xo'p, bugungi darsimiz sizlar bilan ICT da order block topish bo'ladi. Ya'ni bozorda oddiy SMC order blockni ko'rganmiz, ishlash tartiblarini, qanaqa qonun qoida borligini bilamiz. Hop, ICT da qanaqa ishlanadi order blocklar. ICT order blockini ishlatish uchun birinchi uni yaxshilab tushunib olishligimiz kerak. Mana masalan, bitta tasavvur qilinglar. Ikkita svecha. Bittasi mana bundayroq. Shaklini umuman aloqasi yo'q. Soyalarini ham umuman aloqasi yo'q. Keyin SMC da misol uchun order blocklar PVG bo'lishligi kerak. Yana qanaqadir qonun qoidalari bo'lishligi kerakki, order block bo'laveradi. ICT order block desa unaqa emas. Masalan, bozor tasavvur qilamiz, pastga qarab tushib kelyapti va mana bu holatda ko'tarilgan, yana tushgan, mana bu holatdan yana ko'tarilib ketdi. Bu yoqda hamma svechani chizib o'tirmadim, bu yoqdagini ham chizib o'tirmadim. Bizga kerakli o'rtadagi svecha. Bozor ko'tarilib ketib, ortiga qaytib tushgan paytida mana shu ikkita svechani faqatgina ustki qismi teng bo'lsagina ishlatamiz buy sifatida. Hozir kimdir upaga yozyaptimi? Abror aka, hozir vazifalaringizni ham tekshiramiz akajon. Xo'p, bu yerda order block demak qanday topilar ekan? Ustki qismi teng bo'lishligi kerak ekan. Buni yot aka tushundingizmi? Tushundim aka, tushundim. Demak, ikkita svechani usti teng bo'lsa, biz nima qilamiz? Buy bitimini ochamiz, stop lossimiz tagiga bo'ladi. Buy bitim. Endi buni misolda ko'ramiz. Hozir masalan bozordan, real bozordan misol qilib ko'rsataman. Любой parada bo'laveradimi bunda? Любой parada order block deb olib ketsangiz bo'ladi. Mana. Mana bu svecha bilan bu svechani yuqori qismi tengmi? Soyalari, rangi umuman farqi yo'q. Teng, ha. Shani tekis qilib tortaman bu yoqqa qarab. E'tibor bersangiz, bozor shu yerdan ko'tarilib ketgan mana. Demak, ICT bo'yicha order block juda ham ko'p bozorda. Tepasi teng bo'lsa bo'ldi, buy uchun bo'lib ketaveradi. Endi tepasi teng deganim, mana bu joyda buy deb olib keta olmaymiz-da. Mana bu joyda. Mana yuqori qismi teng. Lekin nimaga buy deb ola olmadik? Chunki u bozor hali undan o'tib ketmagan. Qachonki undan o'tib ketadigan bo'lsa, keyin ishlatamiz. Hozir o'sha joy qani yo'qotib qo'ydim. Bu yoqroqda edi. Mana tepasi teng. Qachon bu ishlaydi aka desiz? Qachonki bozor undan o'tsa, mana o'tdi, o'tib ketdi tepaga qarab, qaytib tushgan paytda o'sha ishlaydi. Mana. Rostdan ham bozor shu joydan qaytgan mana. E'tibor bersak, ko'tarilib ketib, qaytib tushib urilib, keyin tepaga qarab yana dalish ketgan mana. Demak, yana order block topishda harakat qilaveramiz. Mana masalan, mana bu holatda ham yuqori qismlari teng, ikkita svechani yoqqa qarab tortadigan bo'lsa, mana o'zidan ko'tarilib, ozgina reaksiya berib, yana pastga tushib ketib qolgan. Endi bu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. ICT bo'yicha order block bor, SMC bo'yicha ham order block bor. Nimaga desak, mana bu blokchani olamiz. Uni yuqorisida nima bor aka? FVG bor. FVG, ha. Bo'lganligi uchun bozor FVG ni qoplab ham SMC, ham ICT order blockdan qaytibdi. Kim bu? Mayli.
Nima yot olasan? Xo'p, hozir bitta men buy uchun order blok ko'rsatdim. Endi sizlarga bitta vazifada hozir telefondanmi, kompyuteringlardanmi bitta dona ICT blok topib ko'rsatib bera olasizlarmi? Xuddi men ko'rsatgandek. Mana shu joyga yetib keladi, keyin buy bo'ladi deganday qilib. Masalan, mana men hozir sizlarga o'sha vazifani tushuntiraman. Mana bu qismda yuqori qismi teng, uni tortamanda, keyin chizib tashlab yuboraman. Qanday? Mana. Mana bunday qilib. Keladi, uriladi, ketadi deb ko'rsatib, shu joyda o'zini skrinshot qilib tashlab yuborish kerak. Bo'ldi aka. Hozir gruppaga 2 kishi bor ekan, 2 kishi eshityapti meni. Abror aka, siz ham eshityapsiz? O'shani tashlab yuborsanglar, bitta ko'ray men sizlar tushundinglarmi, yo'qmi? Hozir tashlash kerakmi yo uy vazifami? Hozir. Men 111 muvaffaqiyatni qildim. Bilaman shu. Bo'lgan tabii hadi. No? Qolgan joy bormi? Chiqadimi? Yo'q, yon tek bo'lsa. Ha, bo'lmaydi. Hamma tursa. Hop. Men buni hozir gruppaga tashlab yuboraman. ICT OBni bitta buy uchunligini misolini mana bunda ko'rsatganimni gruppaga tashlab yuboraman. Sizlarga masalan shpargalka qilib ishlatinglarda. Bo'ldi, Abror aka, agar hozir qila olmasangiz, uyga vazifa shu. Gap yo'q, Bunyod aka. Shundaymi? Aka, to'g'ri tushunibsiz. Men xursand bo'ldim aka, to'g'ri tushunganingizdan. Mana shu holatdan olib ketadi bayiga. Aka, qarang, mana hamma narsani to'g'ri tushunyapsiz. Ketma-ket ketyapsiz, lekin sizlarga bitta xato bilasizmi nima? Endi bilmayman, balkim prosta aytyapman. Endi aka, bular birlashtirish kerak. Ya'ni hamma narsani birlashtirish kerak. Mana hozir prosta mana shunaqa ikkalasi teng bo'lgani uchun bay olib ketishimiz bizda noto'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni prosta shuni o'ziga ishonib ketishimiz xato bo'ladi. Shuning uchun bozordan biz nima qidiramiz? Ko'proq sabab qidiramizki, yana qo'shimcha. Mana masalan men boya boshqa o'quvchilar bilan yevro kat valyuta parasiga analiz qildikda, savdoga kirdik aka mana. Kami ikkita sabab topish kerak, aniq. Yangilik chiqibdi-da, yangilik chiqib, ikkita tomonlama ishlaganini qarang-da, mana buni qarang. Men savdoga bu yoqdan kirganman-da, ishlab yopib bo'ldim. Ikkinchi ishlashim kerak bo'lgan joy mana buy side liquidity yechilish edi. O'sha yerda ham ishlab, u 2 marta ishlandi, mana qarang. Hozir men buni 5 minutlikka o'tkaziraman. Mana ishlagan joyim qarang, qayerda edi meni. Mana men bitta savdoga kirganman. 1 minutlik time frame'da. Hozir. Mana shu yerdan kirganman. Mana e'tibor bering, men kirgan joyga hozir mana bu narsalarni olib tashlayman, ko'rasiz. Mana bu order block bo'la oladi, to'g'rimi? SMC bo'yicha aka. Mana bu uzun shancha. Chunki tagida FVG bor. Buni CB deb belgilaymiz. Sizdami CB deb belgilashligimiz? CB va order block bor edi, shu yerdan savdoga kirdim. Mana pastga qarab tushib ketdi bozor, normalniy foyda qildim, yopdim. Endi 1 soatlik time frame'da mana bu narsaga kelishdik o'quvchilar bilan. Yuqorida buy
site liquid bor edi. Mana bu bitta tokcha buy site liquid edi. O'sha buy site liquidga yetadi, FVG bor edi mana. FVGdan reaksiya olgan bozor. Mana pastga qarab tushib ketyapti. Eshityapsizmi aka? Ha, ha. PDH'ni yechiladi. PDH nima edi? Bir kun oldingi svechani eng maksimum va minimumi bir kunlikka o'tkazib olib ko'rinadi. O'shanday qilib siz ham hozir mana o'rganayotgan narsalaringizni bir-biriga jamlashingiz kerak. Hozir biz buy uchun order block ko'rdik. Endi sell uchun qanaqa bo'ladi desiz, sell uchun esa aka yuqoriga ko'tarilib ketayotgan bo'ladi bozor. Hamta joy qoldiramiz-da, mana bunday qilib tushirib qo'yamiz. Mana shu yerda ikkita svecha paydo bo'ladi. Qanaqa svecha desiz, bittasi misol uchun tushuvchi svechada, ikkinchisi ko'tariluvchi svecha mana. Tagi bir xil bo'lsa bo'ldi, umuman usti ham farqi yo'q. Hech narsasi farq. Masalan, mana bunday doji bo'lib qolsa ham bo'laveradi. Mana bunday tursa ham bo'laveradi. Mana soyalarni ham farqi yo'q. Soyasi tushgan. Mana buni ham soyasi deylik kaltaroq mana bunday turibdi va mana shu holatda order block deb mana bu tagi bir xil joyini olinadi. Va buni nomini nima deyman? ICT OB. Mana. Buni ham hozir men gruppaga screenshotini tashlab qo'yaman. Endi hozir birgalikda o'sha ICT ni o'sha tagi teng joyini topamiz. O'sha bir xil joylarni, ishlagan joylarini ko'ramiz. Mana misol uchun, mana shu yerda ham bozorda o'zi holati bo'yicha o'chirib tashlayman buni. Mana bozor pastga qarab tushib ketishni boshlagan. Mana pastga qarab tushib ketishni boshlaganda, orqaga qarab burilyapti. Orqaga qarab burilganda tarixga e'tibor bersak, mana bu tagi teng order bloklar bor. Mana ikkita, mana 3 ta. Mana eng yuqorisidagini ishlatamiz. Agar shunaqa ketma-ket 3 ta keladigan bo'lsa, eng yuqorisidagini olamiz. Xohlasanglar bu yoqdan olsanglar ham bo'ladi. Eng pastini ham farqi yo'q. Uchalasidan ham ishlaganda bu mana ko'ryapsizmi? Aha. O'sha order blok tagi tengi, demak, bizga nima bo'lar ekan bu? Order blok bo'lar ekan. Hozir men yana bitta tarixdan qarab ko'raman. Yo, kelajakdan. Misol uchun mana bozor pastga qarab tushib kelyapti, mana bitta reaksiya berishi mumkin. Reaksiya berish boshqa narsa, ishlash boshqa narsa. Ishlash deganda bozor shu yerga keladida, kuchli ko'tarilib ketadi. Reaksiya esa keladida, ozgina ishlab yana tushib ketadi. Hozir 1 minut. Demak, bu holatda reaksiya bilan ishlashni ko'rdinglar, a? Ishlash degani bu to'chni uzoq muddat ketadi. Reaksiya esa shunday kelib ozgina harakat qiladi ko'tarilishlikka, chunki mana shu narsani qonuni bo'yicha sirasi pastga qarab tushib ketadi. Hozir masalan men mashdan bayga harakat qilib ko'rishim mumkin. Hozir mana kelinglar birgalikda analiz qilamiz. Euro kat parasini shu yerdan savdoga kirib ko'ramiz. Ya'ni bu nima bo'ladi? ICT OB. Mana ICT OB. Endi yana nimadirlar qidirib ko'rishligimiz kerak. Bu yerda Bunyod aka, Abror aka nima bor deb o'ylaysizlar? Sal pastroqlarida. Mana shu atrofdan buy uchun nimalar bor deb o'ylaysizlar? Nimalarni ishlatsam bo'ladi? Eshityapsizmi? Aha. Mana Mahmuddan mana shu nomi nima deyiladi aka? Ana FBGmidi? FVG, to'g'ri. FVGni bu yoqqa tortib olaman. Mana FVG ham shu yerda bor ekan. Balkim agar mana men bundan qaytmasam, mana shu FVGdan reaksiya oladi degan maqsadda olsak bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta order blok bor ekan ICT bo'yicha. Lekin buni olgandan ko'ra mana bu tepadagisi kuchliroq, o'shaning uchun o'sha yaxshiroq turadi o'zi. Pastda nima bor, buni BC deb nomlayman. Chunki buy side imbalance, ya'ni o'sha FVGni buy uchun imbalansi. Xo'p. Bularni salbiy yoqqa tortib qo'yaman. Ikkita sham bir xil bo'lib qolsa order block qilamizmi yoki 3 ta 4 ta bo'lib qolishi mumkinmi? Yo'q, ikkita bo'ladi aka, ikkita. 3 ta 4 ta yomon. Lekin faqat ikkitasini olamiz. Ikkitasini yuqorisi teng bo'lgan unda ham. Mana. Shu yerdan buy uchun harakat qilamiz. Endi
akalar aytinglar, mana bu holatda nima bor? Mana shu chiziqni nima deb nomlasam bo'ladi? SSL, ya'ni liquid. Sell side liquid. Mana shu holat uchun. Sell side liquid yechilib, order blokdan ko'tarilib ketish ehtimoli bor. O'shaning uchun men hozir buni nima qilaman? Chiziq bilan tushuntirib qo'yaman. Keladi, o'sha sell side liquid yechilib, shu yerdan reaksiya olib ketadi. Yoki bo'lmasam, yana keladi shu yerdan, bu yoqqa tushib, keyin ketishi mumkin. Ya'ni ikkala holatdan bu prosta ideya. Qanaqadir signal emas. Mana men bu narsani olamanda, mana nima sabablar topdim. SSL bor, liquid yechilishi, ICT order block bor, BC bor. Undan tashqari, agar men Fibonacci tortadigan bo'lsam, qayergacha kelar ekan? O'shani ham ko'rishimiz kerak. Mana. Agar Fibonacci tortadigan bo'lsam, как раз menda mana bu zonalarga yetib kelyapti. Mana bu oling, ma'mur. Bugun sizda sal svязь yaxshi emas, Abdulaziz aka. Bo'ldi. Hozir yaxshi bo'ldi. Telefon bo'lib qoldi telefonimga. Ha. Mana qaranglar, BC dan ko'tarilishiga yana nima sabab bor ekan? Trend chizig'i bor ekan mana. Bu holatda uriladi, bu holatda uriladi va mana bu holatda bitta uriladi. Uchinchi holati ham shunga to'g'ri kelyapti. Demak, yevro katta bemalol buy olishlikka harakat qilsak bo'ladi, mana shu zonalarga yetib kelganda. Endi mana Bunyod aka, Abror aka, o'zingizlar aytinglar. Shu analizda men misol uchun hammasini buy uchun birlashtirib qildimmi yoki sachib tashladimmi analizda? Yo'q, buy uchun birlashtirib. Ha, birlashtirdim. Qarang, qaysi zona buy zona? Mana bu zona polniy buy zona. Mana shu atrof. Bemalol savdoga kirsam bo'ladi o'sha zonalarga yetib kelgan paytda. Men hozir mana misol uchun buni olamanda 1 soatlik time frame'da analiz qildim va bunday kattalashtiramanda SSL bor, ICT bor. To'xtaylik, yana to'ldiraylik. Masalan, nimalari bor? Yana qayergacha boradi? Yuqorida buy side liquid mana bu yerda qolib ketdi. Mana. BCL mana bu yerda. Reaksiyani qarang, qanaqa kuchli keldi. Ozgina qolyapti mana liquid yechilishiga. Buy uchun yana nima bo'ldi mana bu yerda? Market structure shift. Yo'q, hali market structure shift bo'lmabdi, lekin xo'p, mana shuni shunday olamizda, mana gruppaga tashlayman sizlarga. Eshitilyaptimi? Aha. Euro CAD H1 ICT yana nimalar ishlatdik? SSL. Yo'q, o'sha liquidga kirib ketadi. SMC ham ishlatdikmi? Yo'q, SMC yo'q edi bu yerda. Ya'ni qanaqadir boshqacha order block topmadik. Price action ham ishlatdik. Buni price PA qilib qo'yaman, price action. Ya'ni biz mana shu anularni price action trend liniya tortdik. ICT bo'yicha order blocklar, liquidlar, BC, CB larni shu yerda ishlatdik. Demak, ICT bilan price actiondan boshqa hech narsa ishlatmadik. Mana gruppaga tashlayman. Mana uyga vazifa qanday bo'ladi? Mana analiz qanday bo'ladi? Bu nima qilib qo'ysam bo'ladi yana bunga? Qo'shib mana bunday yozib qo'ysam bo'ladi. Bu bizda nima bo'ladi? Do. Endi men buni ertaga kuzataman. Postlisini ham sizlarga tashlab yuboraman. Ishlamasa ham, ishlasa ham sizlarga tashlayman. Mana, ya'ni analiz sochilmaganda yig'ilgan. Xohlasanglar men buni mana o'zimni katta kanalimga ham tashlayman, ishonganim uchun bu analizga. Sign fix qilamizda. Shu kanalga shuni tashlab qo'yaman. Bu kanalga tashlamaylik, katta kanalga, kichkina mana bu VIP kanalimizga tashlaylik. Yaxshigina ishlab beradigan analizda bu. Xudo xolasa. Shu analiz qildik hozir. Hozir birgalikda analiz qildik. Mana VIP kanalga yozaman, shuni tashlayman. Prosta o'zlari tushunib oladi, nima bo'lyapti, qanday qilinyapti. Hozir liquid yechiladi, SSL dan buy kirsak bo'ladi, yechilib bo'lgandan keyin. Xohlasak bu yerdan kiramiz, xohlasak bu yerdan kiramiz. Hozir bir minut qilib.
sell side liquid yechilgandan keyin savdoga kiriladi. Sell Bayga. side liquid yechilishi bilan nima turibdi aka bizda? ICT order block turibdi. Sabab borda. Ha. Sabab bo'lganligi uchun shu yerdan kiryapmiz. ICT order block SL как раз yechiladi, ICT order block bor ketadi. Pastroqqa tushib ketsa yana sabablarimiz bor. BC bor. Undan tashqari mana bu yerda price action bo'yicha trend liniya bor. Mana. To'liq analiz xuddi shunday bo'ladi. Bunga stop loss qo'yiladimi pastga yo'qmi? Qo'ylar, hozir aka bu qilgan analizimiz shunchaki nima deydi? G'oya. Ha. Hali savdoga kirmayapmiz. Qachonki bu mana zonalarga yetib kelsa, rostdan mashtalarga kelsa, bayga harakat razvorot qilsa 1 minutliklarda o'shanda joy topib 1 minutlikda savdoga kiramiz, keyin stop lossni o'shanga qarab qo'yamiz. Hali mana qarang, kelmadi-da. Biz aytgan joyga hali kelmadi. Ozgina qoldi. 1 pips ya'ni. Tushundinglar, qanday qilib analiz qilishdi? Uyga vazifani xuddi shunday tartibda bajaringlar. Uje o'rgangan narsalar esdan chiqib ketib qoladi bo'lmasa. Mana buni ham kimdirlar bilan qilganmiz. Mana bitta CB bor, bu yoqda bunaqa bor, yechiladi, tushadi, o'shanaqa deb analizlar qilganmiz. CB nima u? Sizlarga BC bilan CB FVG ni o'rgatganman-ku. Yo'q, CB bilan BC ICT bo'yicha aytilishi menda anaqa. Ha, FVG aka. FVG. Da mana yozib qo'yaman hozir mana. FVG bu. Hozir tushuntiraman, qarang. Mana bu BC, bu buy uchun FVG. Ya'ni o'sha FVG ga urilsa nima qilamiz? Buy olamiz. CB sell uchun FVG, ya'ni bunga urilsa sell olamiz. Ikkalasi ham lekin nima u? FVG. Da. Tushundinglarmi? Aha. Xo'p. Endi kelinglar hozir birgalikda yana bitta analiz qilib ana qilib ko'ramiz. O'sha zaryad 7% qoldimi? Keyin men sizlarga gruppagami to'xtanglar. Gruppaga bitta link yuboraman. O'shandan ro'yxatdan o'tib shot ochasizlar, pul solishni boshlaymizda. Yanagi darsimizda uje signal bo'lsa birga signal berib, birgalikda ishlashni ham boshlaymiz uje keyingi darsdan. Bugungi darsimiz birinchi mana shu ICT ni o'zini faqat order blogini o'rganib olishida. ICT deyarli tugab boryapti. SMC ham tugab boryapti. Hali narsalari bor, ularni ham aytaman. Hozir sizlarga uyga aytsa nima bo'ladi? ICT order blogni topib kelinglar demayman. Mamne topib qo'yinglar demayman. Bunaqa topib qo'yganinglar kerak emas. Xuddi Eurocadga o'xshab menga analiz tashlaysizlar. Xuddi shunaqa. Hammanikini ko'raman. Telefonda qilishni imkoni bor. Telefondagini ham ko'rsataman tashlashni. Qanday qilib tashlashni. Shunday qiling aka, iltimos. Telefonda ham qanaqa analiz qilib tashlashni ko'rsataveraman. Hozir men sirazi telefondagidan tashlayman. Telefonimni oldim, mana hozir analiz qilaman. Misol uchun trading view kirasizlarda euro yuzini olamiz. Mana hozir gruppaga tashlayapman.
pastga tushiring, ko'rdimmi siz boya orqangizda. Mana. Qaralar bu yerda ham ko'rinarli bo'lgan. Moshinaga o'taman hozir. Hop. Hop, ICT order block hammasini tushundinglar, ha? Eshitilyaptimi? Aha. Hozir men videoni saqlanib qilib sizlarga tashab qo'yaman. Demak, vazifa xuddi shunday. Bugun tashab yuborsanglar, tekshirib beraman. Keyin testni ham tashab yuboraman. Yana esimdan chiqib ketdi. Testni ham tashab yuboraman. Uni yana bitta-ikkita narsalar qo'shib, anaqa qilishim kerak edi. O'shaning uchun to'liq qilib tashaman, anaqa qilmadim. Kam bo'lib qolmasin dedim, to'liq qilib tashab yuboraman. Любой parada bo'ladi, darslik. Bo'ladi aka, hammasi любой parani analiz qilib chiqing, eng chiroylisidan xolosingiz tashlang gruppaga. Bo'ldi aka, xo'p, rahmat katta. Xo'p, charchamanglar. Darsimiz keyingi ertadan keyin yana shunaqa 5-6 atrofida bo'ladi. Abdulaziz aka, hozir zaryad ketadimi? Kompyuter vazifalar tashlaganmiz, O'chib qoladi deyapti. Hozir srazi kirib yozaman aka, srazi kirib yozaman. Bo'pti aka, bo'pti. Xo'p, xo'p.